Memnun bulup dadam apam hatırcam bolsa. Rahmat kızım, rahmat. Bolsam deymen yaxşı uyga inilerim var. Hem bu bala sizdek oynasa değil mi kızım? Her üstüne mihir bilen sügüler. Güllendirip ecir miknetten. Üzülmüşsün hazinemizin hoşa gülkine. O ailege karam. Dada, öğünün Türk'ü. Bu Türk çokum mesmat oluş gerek. Ayollarning sapası milletning sapasını belgileydi. Şoň ayollar köprek kitap görüp bilime geliş gerek. Kitap o məşğulunuz bulalaydı. Kitap o yalğızlık qalğan çağınızda sizge haqiqiy dost bulalaydı. Kitap o sizge atalardek məsləhət berip yol gösterleydi. Demek kitap bir dünya. Şoň biz bir-birimizge ättir, zibzinnetlerini soğuk qılğandan köre мәңгүлік соғат болып қалдыған kitap soğuk qılaylı. Başqalar sizning yeniğizden ötkende sizge küçlük ättirden emas, faziletiniz ve salafitinizden ayminip qarsın. Toğra, danalarımız toğra etkan. Bugünkü kız däl ätiki ana. Kızның tərbiyesiga sal qarğanlıq, kelgisiga sal qarğanlıq. Təlim tərbiye çığık qoxşaydı. Kök vaxtıda qayak eksen şak egil olu. Qorup qalğan aman tonurgu tuturup oldu xalas. Dünyada hemmeden düşergin olmaydı adam tadım ekin deymi. Neymi üçün insanlar özü bizni ıxsaçan bol da terbiye kıldı. Lekin adam yok yine de bizki pat-pat hacaydı kapılar, berip tutdu. Özü bizni sen bundan yaxşı, onda yaxşı dep maqtamagan bilen lekin köңülde bizden pəxillip, jürkü yelip tekin taslı kaldı. Dünyada sizni hemmede yaxşı gördüğün lekin aldırap ağızdan çıkaramadık adam däl sizden dadans. Ben tek küçük. Çıkışlara alışmağım yok. Fakatla dadam apamның teli salamet bolsa, oynayırga vaqtim jıqırak bolsa, tapşırığım azırak bolsa, qosqam toysa, başka hemim yok. Hem oyununu oynadık. Hem de tepişmek tep oynandık. Cem, sen de biz tapaylı. Mamada. Bir sınlanıma yaktı güzde bulandı. Arslasın digize. Kara. Sınıf aldığında şikital bina var ki. Bir bina, birinci bina ki, yani birisi ikinci bina ki. Kaysı bina antalaysa? Birinci bina ne? Birinci bina cem 10 qavat ki, kaçıncı qavatını antalaysa? 10. qavat ne? 10. qavatının 10 tarafta buraya var ki, sol tarafta buraya var ki. Kaysını antalaysa? Sol ne? Solun içinde sol tarafı buraya yatak koy, 10 tarafı buraya yatak koy var ki. Kaysını antalaysa? Sol. Samırsı da verdim ha. Samırsı da verdim ha. Ya. Mini bir yaktı gibi de. Mini. Mini. Yine. Başka bir sual sorayım.
Sen bir orunduk öpsen. Ya men öpsem aldığın işki tağ var ki. Bu tağda öpmek çıkansa aldığında tükçör ayrıplan bak ki, adatık ayrıplan bak ki. Kaçsana çıksa? Tikçal. Adatık sigmem. Bu adatık ayrıplan yani fıçıpsa aldığında bir deniz var ki. Ayrıplan toxtapda bir küçük kol var ki, çoğun paraktı ki. Kaçsana çıksa? Küçük kıma. Bu parak küçük olan iken bir şamal çıkıp ki, örülüp çıkıp soğukşun ona soğuk çekip gitipse. Soğuk çeksen sonu asıldı bir yerlaka. Burun çekip gitken bir öy varken çön. Bu öyün içinde 3 tallı yerlaka koridor varken. Birisi udul ormanlık tutuşuydu ki. Yana birisi denizga. Yana birisi kumlukka. Kaysına girse. Bunda da ormanlık var mı? Ormanlık mı? Bu yerda şu men öpsem. Şunda basakların içe baş bulanmay qarasang aldığında bir döv tezek var ki, onun yanında bir polo var ki. Sen tezekten oturup durup polo yemsen, polonu oturup durup tezek yemsen. Tüzekten oturup durup polo yiyin. Hatta ben boğan bolsam en aldın evağı orundukumda durup polo yettim. Voy. Qanday? Yaxshimi? Yaxshi, kira. Xo'sh. Amin. Allohu akbar. Qanday? Sizni qimmat turdi. Yaxshi, o'zingiz Yaman emas. yo'qolib ketdingizmi? Asraq ishlar bilan. Anchamiz bag'atni ko'tarib kelib turibdingiz, shundaymi? Olsam, xonimning mijozi yo'q demda. Sal, Azraq. Nima bo'lganda? Shu ilg'ib qoldimi, sal? Asli boshimda xabarni burun olishim kerakdi-ku. Afsus, bugun anglab qoldim. Shunga Udulla kelishim. Xonim ko'rinmaydi. Baba, Saliya. Pessola tashaqim ketdi-ki. O'zingizning cho'rishtirimiz. Ancha-muncha shu ishlar bilan. Bo'libdi. Oy. Assalomu alaykum xonim. Qanday ahvollari? Saqsiz bo'lib qoplar. Menmi? Qara tashaqim. Qanaqa o'tiraman. Hali yaxshi qopsiz. Sani akram. Uzun bo'ldi, yo'qlab kelamdi. Rahmat. Sizni og'rib qoldi deb otaydin yo'qlab ketdi. Voy Biroq mama o'g'il sanmagan yerlik qo'noqning zag'risi. Endi mavi qora inekning suv qo'shmagan ketqi. Ma har qanday joy foyda qiladi. Doim quruq emassiz, yaxshi buni. Siz meniki nayti foydasi ko'p qara mana. Rahmat. Bu quruqni kelaversangiz bo'ladi, rahmat. Mavi Bo'rdinbek foyda qildi mavi. Voy rahmat. Nədimi tapqansız da. Mavi o'zimizniki kalsdan ketdi mavi. Tüm qara. Voy rahmat. Bu rasmiy rossiyalik kim bu, ha? Bunday bu qitiqchining toqini mendirib keldingizmi? Mana ishpirim. Mushu men o'ldimcha. Mushu yo'lda kelgicha. Mushu nima uchun og'rib qoldi deb. Adam Mushunda paraz qilsam. Ko'z bor. Ko'z tekkan gap. Diqqat qiling, sizga ko'z tegdi-ki. Tushunmaydi ekansizlar. Bu yosh kelganda men nədiki ko'z degan tashaqqa qilib ketdim. Qaysi kun mehmon chaqirdilar-ku? Maqroga. Qaytgandan keyin mehmonni qarab qilishdi. Bu nima da'vat qildi deb shunday zangsilib anglasam. Bu dushman degan bu yanchiqmasliklar bakan emasmi? Hammasi yomon gaplarni qilyapti. Voy, onda olib ketibdi, manda olib ketibdi, so'zlayotgan gap. Ashuni ko'z tekkan gap. Amal yo'q, odamlar o'xshamaydi emasmi? Ras bu odamni nima bo'lib ketib bordi ekan? Ondan o'tganda men siz desam tazi anglamadingiz. Bu shu baroqning ostiga, ha? Tazi qot ketgan qo'chqorning kallasi, yangi tug'an o'sha otning kallasi esib qo'ygan bo'lsa, ko'z tegmaydi. Qalni qo'rqqanini esib qo'yamdoq? Asta, bu xurofiylik emasmi? Emili ish bor. Ras ko'z tegmaydi. Ha, ma'qul. Obdan bir qalladan bir deb qoldi esib qo'yam. Xonimning rangiga qarasam, meni tal to'kis yaxshi bo'lmabdi. Sal azroq bor, lekin yaxshi. Bir ko'ngli qilib boqqanimikin. Ko'ngli? Nima ko'ngli qilamiz?
Oy, rahmat. Bo'lsa bir tuma puturib. Ha? Tuma puturibchi. Tuma esvason, ko'zmoja esvason. Bo'lmasa nima qilamdiq ya? O'sha tun qar qo'yning terisi bir yo'gab. Ha, qo'yning terisiga yögsak bo'ladi. Meni tomashning zarurati yo'qmi deyman. Shu qar qo'yni o'zim ekilib. Ya, anda qilsak bo'lmaydi, yo'q, rahmat. Men o'zim elib. Ya. Siz aldab xato tushib qolasiz. Hozir bozor ma'lumot topib ketdi. O'sha qire qo'y kanaliga borku. Bozorda qo'y olganda indaqli tishi qarab olamiz-ku. Shunlashqa qire kaliq qo'ylarga chisilib bozorga borganlar hozir. Ha? Kalılan qo'yg'imi tish salamdi ekan? Yosh ko'z uchunmi? Bu emili ish. Mashni, yo. Bizdan da Abdulhat degan toz borku. Shu bir qire kaliga tish solganga yoshartiman deb. O tish bo'lgandan keyin izli yo'qlar. U kaliga olma to'kib turibdi. O kali olmani yendi keyin majoj petib qilib, petib qilib, shuni bilan kali unutgandan keyin bir turib qilib, kali o'lib ketgan gap emasmi? Manda ish bor. Bu haqni qilmaydigan ishlar yo'q, ha. Shunlashqa qo'yni, tun qar qo'ynaman, o'zab ekilman. Bo'ldi. Siz deb olaymi xonim? Siz ekran bo'ldi, shuni baxsan bo'ldingiz emas. Mayli. Nädim anlaydigansiz bunday gapni, nädim topadigansiz? Emili gap bu. Sizlar shahardagi anlamaysizlar. Men yezdi yomon ko'p ish bor. Hozir chiqlar sotilishib ketdi. Ba'zi odamlar sotilishib ketib bordi, qarang. Balla maktab ketgan. Men musho bir ish qo'pavotimi patimda. Uni hozir demayman. Ayrim bir kun kelib, siz saldigan maslahatim bor. Bu qanday gapingiz o'zi davran, anglab qoldi. Bir lozim qo'pavotimiz biz, ha? Men bir kun otog'ini vaqt chiqarib kelaman, siz menga maslahat berasiz. Har qanday ishni sizning maslahatingiz bilan qilaman. Bo'ladi, ish hozir davran. Endi u ish siz bosh o'tmaysiz bo'lmaydi. Bo'ladi. Mening boshqa endi, ha? Nima ishda u davran? Yo'q, uni ayrim anisi bilan. Voy, bo'ldi. Anisi ayolingizni boshlab kelsangiz bo'ladi, lekin davrasingiz bo'ladi emasmi hozir? Unda bo'lsa davrayman. Ha, dama. Mana gap. Endi ma xotin mening ikkinchi xotinim emasmi? Ha? Ikkinchi ayolim. Xotinda ish qilsamsizmi? Yo'q, boshligisi. Sizmi haqini doğramagansiz? Yo'q, boshligisi tikib ketib qolgan. Undan xabarimiz yo'q, men demagan. Ma bu keyingi ayolim. Endi bu ayolning burun eridan bo'lgan bolasi bizga qolgan dedi, ha? Endi u o'z o'rnida ko'p qoldi. To'g'ri. Endi 24-25 yoshga chirib qoldi. Endi uni lozimini qilmasak bo'lmaydi ekan. Ha, to'yini qilmasak, to'yini lozim edi. Shunlashqa endi shu ishda aslida boshlab qilsangiz bo'lmaydi. Men nima ish qilib beraman? Bag'oq taqtish beraman. O'g'il sizga kasb yetishma. Endi hozirgi to'ylarda da obro'liq odamlarni chaqirgan emasmi? Endi siz gulni taqab, shu men bilan bir sapda mehmonlar kutishib turib hamsangiz bo'lmaydi ekan. O mening ham sizning ishimizning inoatimiz. Ma'qul. O kuni Sani ham bordi. Yo'q, boramiz bo'lmaydi. Bordi. Bundan sirni boshlayman ba. Shuni hozir to'ylardalikqa bir xil kiyim kiydigan ish ekan-ku. Xonim bilan bir xil kiyim kiydi. Siz shu kuni qaysi kiyimni kiyib borasiz? Ya, unga siz boshqa turma, meni kiygan kiyimlarni qilib. Men demakchi, shuni moslashtirib, shu rangda bir kiyim olsam, ishimiz tursak demakchi. Bo'ladi. Uni ayirib maslahatlicha. Hali vaqti vaqtcha o'shdan, ha? Nima ishkan bu? Haliqi qaysi kun chaqirgan mehmon do'stlaringiz borku? Ashlarning orasida bir 4-5 niki telefon nomerini deb bersangiz, men yozib olib, ashlar bir to'yning xabarini qilib bersam. Yo'q, o'g'liga bag'oq qo'yamsiz bo'la, endi matrepdan ko'rishib, atrepdan bag'oq qo'ysak, bu toza meni toza qolmasmigan ish bo'la. Ular menga bek amra qilib qopdi. Duttachi boshliq bermamasmi? Voy, keyin meni zoda shu orish biqili deb. Unchalar kelsa, mayli, unchalar kelsa boshqa. Endi bir ko'ga odamni to'yga chaqirib yursa, to'g'ri emas shu. Endi alnimi sizning do'stingiz ham hali inoat bo'lgan-ku, shunlashqanda qatada men bilan turish bersa, billi borsizlar, billi qaytsizlar. Bo'ldi. Ma'qul. Endi bo'lsa, men shuni bir ishlari bor. Kontraktdan oldiga ishlatib-chu. Shunlashqa oldirab bilan quruqlik keldim. Voy, bu qattiq quruqli o'tirasiz menda. Saniya saqlagan bo'lsin, bir narsa qilib beradi, bo'lmasa. Ya bir sirq chiqib bir tamom. Ya. Biz tomoq yemagan, choy ichmagan uyimiz bu. O'zimizning uyqu bu, ha? Mayli, bo'lsa. Men qaytib yo'qlab kelaman, xonim. Ya bo'ldi, rahmat. Elim ovorsiz. Ayolni elib hali qishga bunday bir. Bo'ldi, ma'qul. Unda men qaytay. Voy, ajab bir quruqli, mana bo'lmasa
O'zingizni asrang, ha? Ma'qul, ma'qul. Ma ushak ishlarni bunda yordamlashib qilinglar. Bo'ldi, ma'qul, ma'qul. Ma ayol kesalik bunda avval kelsa bo'lmaydi, ha? Ma'qul, ma'qul. Ma'qul. Boshqa yo'q bo'lmasa shafqat. Men kirma, ha? Bo'lma, yolg'iz bir narsamiz qolib qoldi. Kirmasmi? Ma'qul, ma'qul. Bo'ldi, bo'ldi. Chuqur ishim, ha? Bo'ldi. Voy ishmi? Xudo xohlasa. Ma'qul, men chiqmadim. Resmi qiziqda chaqinda bu. Biron bu odamga raspat chiqim keladigan jiq so'zlar beshimni og'ritib tutdi. Hozir ras amroq bo'lib qoldim. Ko'ngil edim kim bu-chu? Ya qarangma, qiytiqchining qotisini setib olgan o'xshaydi bu odam. Bir yerlar oq ko'ngilchi Bu da ma to'yning ishi odatida bir obdaroq oldiga chiqib qo'yilichmi? Sizmi baldiroq bering, men baldiroq berib, mush bichorning bir ishni beshib turib bering. Bo'ldi. Hema oq ko'ngil odamki bu. Nima degan chiroyli zag'irlar bu. Kichik vaqtlarimizda yeb cho'ng'olgan to'q hozirgi bola buni qadriga yetmaydi. Yana qachon ikkimiz yetamizmi buni. Yan mikro hikoya yozibsizda? Voy, kirgandingiz? Yo'q, men bir ssenariyaniki planovati, shuni zavtman. Ay Muzaffar, siz ancha-muncha shunday hikoyalarni yozib qo'ysangiz bo'ldi-ku. Mikro hikoyami? Mikro hikoya emas, hikoyalarni-chi. Akni yozib qo'ygan hikoyangizni ishxonga ag'ach ketganda mana o'qiy deb. O'qib, shuni ishxonaliklarga o'qib bersam, bekor ketdi ularga. Bir necha yoshlavatdi, ular birdamda rasmga tortib, undidorga taqib bo'pti. Voy, undidor jolbini tutdim deyman, ha? Shu ishxonaliklar nima deydi demsiz? Muzaffar kamu deb qo'ymoqda hikoyalarni jiqroq yozsin, kino ssenariyaslam yozmaydi. Mayli, beka vaqtimda bir kichik bir tema kallam kelib qolib, shunda yozib qo'ygandim. Ana yaxshilardan shu ssenariyarimni yozganim tuzukchimi? Ha, vaqt chiqsa yozib qo'yaman. Men bolalar o'qib bersam yozib chiqsin. Ay Muzaffar. Ben bir turpikmi? Bu mazmunni Mujnonga 3 qatim o'tib oldim-da, hech bolalar qarsam bir o'zlashgandek emas. Qanday qilsam texim bolalar tushunishlik, texim bir uqumishlik bo'lar. Men o'z anaqasi bolalar quruq nazariyani so'zlab emay. Amaliyat bilan birlashtirib, amaliy misollarni jiqroq ishlatib, unidagi tushundirsangiz, sal uning yaxshilanadi deyman. Bo'lmasa bu quruq nazariyani so'zlab esangiz, bolaning qo'plik ketishini atayin. Yani to'xtamay dars ayarlatsangiz. Ay, bak peş çıktığını bir ağrıp bizden ay kim tınanmay kalırsınız. Apo, nima yozasiz? Men sana o'qish dars tayyorlayapman. Ha, apa? Bizga ma'lum, bizni rostchilik to'g'risida bir maqola yoziladiganti, yozolmadim, yordam qiling, ha? Rostchilik to'g'risida yozamida. Adamchi o'g'lim har qanday ishni qilganda, har qanday gap so'zni qilganda cho'qim rostchil, samimiy bo'lish kerak. Chin yurqidan chiqarib do'stona qilish kerak. Bunday odamlarning-chu do'stlar ko'p bo'ldi, boshqalarni ishini-du, boshqalar ishini ichki sirini deydi. Boshqalarning oldida yuz yo'q bo'ldi rostchil odamning. Bizda yolg'onchining quyruqi bir tutam degan gap bor-ku. Dadamlar doim deydi sizlarga. Sizmi doim deysiz? Shunga har qanday qishda cho'qim rostchil, samimiy bo'lish kerak. Masalan, ba'zi cho'q kichik xatoliklarni qilib qo'ygandimi, cho'qim bu vaqtda rostchil, shu ishning ayni o'zini deyish kerak. Odam rostchil bo'lsa, boshqalarning oldida yuzim yo'q bo'ladi. Tushundim. Shunga mayli uyda, mayli maktabda qilgan yoki boshqalarga o'ynagan yoki munosabat qilgan vaqtda cho'qim odam rostchil, samimiy, haqiqiy bo'lish kerak. Tushundim, apa.
Unda siz mi yazıyorum? Ben çıkıp özlemdikinin akını işlevre ya. Ma'qul. Bomsa siz de ben sonra düğüt olup kalmayı. Bunda siz yazıyorum ha apa? Ma'qul, ma'qul. Hoş. Hey, bugün sabahdaşlarım öydikiler bilen dadanız yazgan filmni ko'rdik. Bek yaxshi chiqibdi deganda shunda xush ketdim juma. Voy aka, men de chaqnagan maktabda qattiq yuztib ketdim deyman. Aka, bu kinoni dadam yazsa, mektepte puan etipsen de ha. Senin deganingcha dadam yozgan ssenariydan biz baxnasak bo'lmamda. Voy ilg'ar bo'lmaydi demidi. Seni qandoq yuz topding demakchi. Dadam yozgan ssenariyda bizning mutakbimiz bor aka. Konda tükbe. Bizni odam mesela jimjit, paks muhitlarni yaratib bermasak, dadam qanda işte yaxshi ssenariylar yozalaydi. Vay nimde eklediptim ha. Ey, muş öyde kap kıldığını sen. Varançırın kıldığını. Muş öyde beşik giydiğini sen. Ha? Arıslanma emas. Buningda siz chiroyliqmi bajimi? Ha, sen. Ha boptum ben baba. Lekin aka, sen muş gap qaysi yuzun bilan da'apsan? Mana. Ma yüzümden da'vatman. Sen-ku bunda ishlar kelganda bek aqlliqchimi, bek aqlliq ha? Ha, shu varanchilarning ichida dadamning ilhomni qo'zg'aydigan xurishlar va xurush. Xutonlarma, hey, nada bir odam mush jimjit yishtimay qo'yadi bir nima yozalamda. Ha, shunlashqa mushu ilhom turmushdan keldi. Shu ilhom keldigan muhitni mana men boshlab biz yaratib berdik. Qanday? Ota porunu ha yana, ha? Baka, sıkılıpsızlar, düşenmeyiz. Biz düşenmem, yok ya sen düşenmemse. Sen daha yüz tip yedi bajimi. Shu. Ben chiqib ketdim. Aferin sen. Kapılmayın lan sen. Bakın. Olur. Gelip oturup yıkamayın ha. Bakın. Muzaffar. Bu ssenariyingiz kino o'qib ishlangandan beri ajab bir jamiyatda bir olqishga erishib ketdi. Rahmat. Bu bir tunishning beshidan o'tgan voqea ekan. O'zimni qiziqib qilib yozgan. Lekin bu jamiyatda bunda yaxshi ta'sir o'tishini o'zim o'ylab boqmagandim. Shunga qaraganda tomoshabinning ko'ngilligini sal tepaga o'xshaymi? Shu. Voy, maktab bo'lsammi, butun maktabdagi o'qituvchilarning og'zida shu kinoning ishi. Birsidan birisi anglab berib, ko'rib, maktabda hozir men cho'lpon bo'lib qolay dedim. Birisi deydi, haqiqiy turmush aks ettiribdi deydi. Birisi, voy, rasmiy, jamiyatdagi rasmiy debdi deydi. Shiq qilib bu gaplarda hichiqbak oyajongu. Haqlar. Ancha-muncha shu jamiyatga ijobiy ta'sir bo'lgan bo'lsa, biz shundan xo'sh-ku. Bu voqelik men o'zimga yarg'ancho. Şun kechilib yezib ketgan emasmi? Shu. Yo'q, men qasdan yolg'onladim deb qo'ymadim. Haqiqatan yaxshi chiqibdi. Bu vaqo rasmiy sizmi deganimni pishib qolibsiz-mi Muzaffar? Voy, rahmat. Pishqog'imni endi bilibsiz-da, ha? Bundan keyin texnik kirlib yuradigan bo'ldim da maktabda. Ish qilmish yozgan asarlarimiz tomoshabinlar yarasa hodiqimiz shundan chiqib ketgan sani. Voya, ilg'arning xushallaqini demamsiz texi. U xo'sh ketdimi? Yo, maktabda bolalar, ota-onalari ko'rganlar, bolalar ota-onalari bilan berib ko'rib emas, ma'lumot maqtabdi-ku buni. Bu qatim o'zimni baxo'shab ketdimmi? Bundan burun ssenariy yozsam, artistlar, rejissyorlar tonildi. Bizning ma yozgan ssenariysi bir odam ig'zimab qo'ymaydi, maqatim ras qo'shildim men. Texim tirsin. Qo'llayman. Voy, rahmat. Assalomu alaykum. Ha, men shu. Ha. Rahmat. Voy, rahmat. Buningdek yana yaxshi asar yozishga texintirishimiz bor. Rahmat. Yo'q. Hech qisi yo'q. Ma'qul, rahmat. Ma'qul. Bo'ldi. Ma'qul, rahmat. Bir tanishim kinoni ko'rgan o'xshaydi, buni maqtayotdi. Mana. Demidimmi? Mushta pat maqtab bas odamning ro'yim ko'tarilib qoladi ekan, texim yaxshi bir narsa yozg'isi keldi-ku odamning.
Yaxshi gapga, chiroyli gapga kim o'shimiz Muzaffar? Degan bilan endi u hodiqimiz chiqqandir. Yaxshi gap yurakning yig'i, yomon gap yurakning deg'i degan gap emasmi? Voy, birisi keldimi? Achak. Voy. Kilan, hoşlan, kilan. Hadi kira. Voy, bo'ldi, almashtirib kira, to'tiga. Voy, qanaqa Kelan. Voy, bu sizning bo'yingizdan suvadan tarafga o'sib ketgan turibdi yana. Voy shu. Kelan. Kelsa? Ana piyola. Qani o'tirar to'tiga. O'tirib qol. Ha, o'zingiz yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Ha, qanday sodlaringiz? Sodimizmi yaxshi. Hayrat, sizning asar yozdigingizni bilatdim, lekin bunda yaxshi asar yozsiz deb faqat o'ylamabdi ekan majmum Muzaffar. Shundami? Siz yozgan kinoning plastikasini sotib ko'rgan. Nima deysiz, plastikasini? Ha? Kinosini, bu kinosi chiqqanda hamda bir kun bo'lgan bo'lsa, plastikasi. Voy yo'q, bizning do'kon atrofiga kelibdi, yangi chiqqan kino deb. Birdamda saxta plastikasi chiqib qopti-da. Biz necha 10 million mablag' silib bir film ishlasak, bir kechada buni saxta plastikasini satsa, shuni bizning kinochiligimizcha mangu rivoj topmaydi musulmonsa. Yo'q, biz bilmay uni setib elib birdam yig'lab, birdam kulib. Aslında setib og'ini olning o'zi saxta plastik sotganni qo'llig'ini olibga. Biz bilmabdik sizni kino plastikasi chiqaga o'xshaydi debdik. Odamning ong sapasi o'sganda u o'zligidan qoladi. Ulan tusi biz nima ko'rmaymiz? Kinoxona bir ko'rsatib bo'ladi, tutugal. Kunduz do'konchimiz qarang aka. Kechda kinoxona taqab bo'g'chi bizni do'kon taqab o'yib ketdik-ekanmiz. Shu qulaylik qilib keldik deb o'ylab qoldim o'zimcha. Yo'q, bu to'tiga gap tepagil bo'lmaydi. Qanday qoptasiz-chi, yordammi yo'qmi? Voy, bak yaxshi yozibsiz. Lekin u kinoni ko'rib o'tib, tuyuqsiz mening bir yaqin do'stim ism kelib qoldi. Shuning o'zi shu. Shundami? Shuni yozibsiz, siz tanımaydigansiz uni. Voy, yo'q. Mening bir to'nishning beshida o'tgan vaqalikkin u menga azroq deb bergan. Qog'imni o'zimmi? To'q bezg'a hikoya. Voy, lekin mening do'stimning dal o'zi shu. Do'stimni yozayotgandagi do'stim rol o'ynayotganda shunday ko'rdim men. Shu do'stimning o'zi shu. Balki o'xshab qolgandi. Lekin bizning o do'stimiz bizga shu Bishamtida keyin ovorchilik qilib qolmas, oldin qator bozordan bizning yana bir qo'shnimizga mening gapimni boshqalar qilib yuribsa, oq qilsa, ko'k qilsa deb urushib shikisi bozor beshiq kelgan. Voy. Endi onanga unda qilib ketmas, chunki bu bir odamning bilan beshni o'tgan ish emas bu. Biz yozgan vaqtda necha odamningki voqealigini bir obraz yig'ib yozgan tursak. Men de shu yozgandaki menga unda bilingan u cho'qim meni yozdi deb o'ylamdiki deb men oqshom faqat deyni ko'rib bo'p tungun do'kondan tungun kelaydigan emas, faqat vaqtim yetmadi. Shuni ansirab sizlar birdan paranglashib o'tiringlar. Men yozgan azroq narsalarni batib yozib chiqay. O'tiravering ukamsa. Ma'qul ukamsa o'tiravering. Ma'qul. Diqqat qilinglar juma. U rostli bisham. Bu endi yana izlab kelib bu yerda bir boshqa bir ish terib yurmasa, uni qilmaydi degil olmaydi. Hozir odamlar birsi-birsidan ashta bo'lib ketdi. O'zi ichida sir saqlayolmagan gapni haqqa deb berib, sir deb, haqqa deb bersa, buni haqqa debsa deb, shunda urushchida kun bizning bozorda bo'lib turdi bunday kichik ishlar. Lekin Muzaffar kamı deb qo'ying, diqqat qilinglar. O'ylar izlab kelib shunisi. deydigansiz endi odamni astirdi. Undan bo'lmas endi. Voy, nim u yoqqa qarab, xiyol surib ketdingiz, nim bo'ldi? Tushunmaysiz sani. Da'dim. Muzaffar. Shu uni buni xiyol qilib bo'lmamdi. Siz tunagin ash to'tugul kirib, yelq gaplarni deb qo'ygandan keyin sen boshqacha bo'lib qoldingiz, a? To'tugulning gapi meni sal o'ylantirib qo'ydi. Demisimi, ssenariy film qilib ishlanib qo'yilishga boshlandi emasmi? Şu ancha-muncha ba'zi to'g'ri tushunmay ushaq-tushak gap so'z bo'lib qolarmiki deb sal ansirab qoldim. Allah, Muzaffar. Hozir kishilar unchalik saviyasiz emas. Xalqning ong saviyasi o'sib ketdi. Ham uning ustiga bu kino bo'lamdi, hikoya post bo'lamdi, hammasi to'qilib bo'lgandan keyin ba'zi bir
bir turmuşqa o'xshab qolmaydimi degil olmaydı. Onu hammadan düşündü hazır. Jiq o'ylamang. Bu deganingizmi to'g'ri. Bizmi bir ig'iz gapni ming qitim o'ylanib yazsak, ba'zilar bir qitim ko'riblar ming ig'iz gap topa oladi emas bu. O şu, lekin siz bek o'ylab ketibsiz, o'ylamang. Yozgan narsamizga egomsaqim bo'lmaydi. Cho'qim masalan. Allah. Bek inchkijimu, bek astoydilsiz. Mana qahvangizni damlab ekirdim, qarsam jimmi o'ningiz chiqmaydi. Bir chiqdimi? Men chiqay bo'ldi. To'xta, men bir chiqay. O'sha ba'zi bizning o'sha yosh bolalarimiz uchun to'y qilish, ajrashishni xudoyliqi bir o'tirish qilgandek oddiylashtirilib bordi-ku hozir. Unisiga butun ishni uydan tortib, hammasini ota-onasi taqlid qilib bergandan keyin ma'ballar jafosini tortdi-ku. Shunga bo'lama o'sha ajrashishga ancha bir pisand qilib ketmaydi. Ras adaş. En muş bazardan bir kiyim-kechak ala olsak mı? Uni bunda bir kiyip sınap bekip, enandaki adamız. Bana bile mani yarıştırıp giymedi. Endi ma yarışımız an alımı, boğumuz anda kılımı da poşuk kiyim aldığı iş nerede var? Bak odun elişip toy kılışın muşta okuştu aldan bulu oldu mes mazar. Canınız kızık aldığımızda tek adaş. Şunu bilen bir ağıyla battı. Bir günü bir uyuk tiyasanlı sırılan kılgan mesleğet battı. Kimse tuş versanlar deydi. Oğlunu ölmek çıkan çok. Şunu bilen uyuk girsem oğlunu neme deyip deymemiz lan. Balam. Xotunu al, kelişersen, öğüt tutarsak, kelişemezsen, koyu biterse, ben mi töğütünce xotun bilen öğüt tutuşmuşsunun anan çoğulu da, deyip şuna dağıtmam, Tova. Bir dadının balığı verip atkan terbiyesi mi abi? Ama öğünün yapılmadan boz, öğüdüklerini tutmayla mı? Batının şekli berip tutarlar lan. Ya ben o öğüne asip balığını koşapla birey degen. Ata-anam uymayın. Neymiş ka? Dadam, keyin öğütüsen, yani xotnasan ödegen lazım oldu. Yani öğelim insan pul gitdi onun başın qanday qilsam qilib o'ynab qol degan. Balının gapini qilmadimi uka? O balını hep qilay anam keyin xotnasan o'p birdi xotin degan. Şunu ulan, anıl tağan maviga keldi. Xotnondan sen toygan mı, sen xotnondan toygan mı? Bir-birimizning to'ygan. Shunda ama. Assalomu alaykum Muzaffar aka. Yaxshimisiz? Sizning shu yaqinda yozgan uyga qaytgan bola nomli ssenariyingiz kino qilib ishlangandan keyin intayin nurg'ulga yaxshi olqishlarga erishdi. Siz nima ta'sir qilib bu ssenariyni yozishni o'ylashib qoldingiz? Bizga bir tushuntirib bera olamsiz? Rahmat. Emdikam, ben bu senariyenin kim şu vakaligini o'ylashmoqligiga asosan 3 yil etrafında bo'lib qoldi-ku. Onun ustiga bu nayt bir nazik mesele. Hozir shu bo'libmi yoshlarimizning orasida shu ajrashish cho'ng bir ishga aylanib qoldi. Shunga men mush maqsadda men nurg'ulg'an